Butun tuman uzra tarqalgan xabarni eshitgan tasvirchimiz ham yakshanba kuni bo'lganiga qaramay darhol suratiy tog'i tomon yo'l oladi. Dar haqiqat ushbu temirsimon tosh kosmik raketadan ajralib yerga tushadigan zondga o'xshaydi. Kimdir tegirmon toshi desa, yana kimdir oddiy toshdan yasalgan doshqozon deb o'z fikrini aytmoqda. Qishloq bolalari tomonidan topilgan bir ajoyib toshga o'xshagan mo'jiza paydo bo'ldiki, bu dunyoga mashhur bo'lishi hech gap emas. Bu topilmaning asosi narsasi odamizod qo'li bilan yasagan bo'lmasligi kerak. Shakli ham ajoyib. Bu shaklni biron eng mohir usta ham yasa olmaydi. Suratiy tog'i sir sinoatga boy. Bu haqda Boburnomada alohida ta'kidlab o'tilgan. Bobur Mirzo kelib o'z ko'zi bilan ko'rgan sirli oyna toshi ham ushbu tog'da yangi topilgan temirsimon jismning ro'parasida joylashgan. Bu borada hali tarixchilarimiz bir to'xtamga kelishgani yo'q. Biz esa temirsimon tosh topilgan manzilga borib, holatni yaqindan o'rganamiz va albatta keyingi dasturlarimizda bu mavzuga yana qaytamiz. Bu sirli tosh xoh tegirmon toshi bo'lsin, xoh toshdan yasalgan oddiy doshqozon, muhimi uzoq tariximizning tilsiz guvohidir. Bu toshda qandaydir sir borligi tadqiqot davomida oydinlashadi. E'tiborli jihati shundaki, toshda xira namoyon bo'ladigan tasvirlar ham mavjud. Jahongir Sobirov, Anvar Jo'rayev So'x tumanidan tayyorlandi.